Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Urganch tumani Oqoltin jamoat xo'jaligida yangi qurilgan 1 qavatli 400 metr kvadrat hovli joyimiz sotiladi. Bahasi 440 million so'm. Mo'ljal man servis yanada. Hurmatli obunachilar, Urganch Dehqon bozoridan Sho'radon 4-5 kilometr chiqadi. So'q suv, svet, gazdan muammo yo'q. Bu hovli joyimizda sifatli solingan, yana fundament ustidan qora qog'oz, keyin 4 qator so'qil. Kirish ishlarimiz sifatli temir ishlardan qo'yilgan. Qurilishlarni aytib o'tsam, pishgan karush, xom karush aralash qurilgan. Yoqalari straypil bilan bosilgan. Bu xonamiz katta zal joy. Hujjatlarni aytib o'tsam 100% tayyor. Bu xonamiz spalniy. Aynalarning barchasi zamonaviy oq ramlardan qo'yilgan. O'ng qo'limiz ham spalniysi. Bu xonamiz spalniy. O'ng qo'limizda kuxnya. Bu hovli joyimizning hojatxonasi, banisi alohida. Arka tomon bog'lar ham katta. Mening to'g'rimizdagi paxsag'adim. Orientir aytib o'tsam, Cholish yo'l man servisdan bir 700-800 metr ichkariga giriladi. Hurmatli obunachilar, Ruslancha kanalida bu telefon nomerlarimiz ekranlarda yozilgan. Bemalol telefon qilaveringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'linglar.